Bilimxumar va uning asarlarida aks etgan ruh. Abdori Shamar. Ədəbi tənqidçilikdə bir qism ədəbi tənqidçilar əsərə baha bergəndə əsər bilən müəllifni ayırıvetiş kerak deb qaraydı. Ular əsər yazğıcının qoludan çıxıb bolğandan keyin kitabxonning qoliga o'tib ketib, yazğıcıga təvə bolmay qaladı. Biz əsərə baha bergəndə yazğıcını qayırıb qoyuşimiz, yazğıcının şəxsi turmuşini və ədəb əxlaqını əsərə baha berishga o'lcham qilib olmasligimiz kerak deydi. Mən bu göz qarashqa qo'shilib ketmayman. Yazğıcının qandaq bo'lishi, uning yozgan əsərinin qandaq chiqishi bilan zich munosabatlik. Yazğıcının şəxsi göz qarashi, ədəb əxlaqi, ichki tashqi dunyosi uning əsərdə cho'qim ifodalanadi. Haq ustida kuyib yangan yazğıcıdan haqiqat julalanib turgan əsər vujudga keladi. Muhabbat o'tida kuyayotgan yazğıcı muhabbatni tasvirlayalaydi. Tarixdimi nurg'un shoirlar muhabbat uchun jon bergan. Shundaqla o'z asarlarida muhabbatni tasvirlagan. Haqiqat uchun qalam bilan qurolni tang qo'lga olgan yazg'uchilar nurg'un. Bir yazg'uchi o'z qalamida ifodalagan narsalarni oldi bilan o'z vujudida mujassamlagan bo'ladi hamda uni butun dunyoga mujassamlamoqchi bo'ladi. Zamanimizdagi nurg'un yazg'uchilar mushu maqsad yo'lida jon pidolik bilan ter to'kib, o'z qalami orqali nadir asarlarni vujudga chiqarmoqda. O'z qalami bilan xalqiga ro'yi oziq ato qilmoqda. Bilimxumar dal ashu maqsad uchun qo'lga qalam olgan kishilarimizning biri. U o'z tashabbusini oldi bilan o'z amaliyotida isbotladi va uni qalami orqali ifodaladi. To'rda asar yezib e'lon qilish to'limi murakkab, jafoliq bir jarayon. Bu sizdan g'oyat zo'r chidamchanlik, sabr-toqat, yiroqni ko'rarlik, yetarlik sog'lom bo'lgan ro'yi psixik talab qiladi. Bu yerda kitobxonlarning muayyanlashtirishiga erishish to'limi mushkul. To'rning o'ziga tushliq kamchiligimi, afzalligimi bor. Bu yerda sizning kech-kechalab o'ltirib, jafo tortib yozgan ashu asringiz uchun hech kim bir pun haq bermaydi. Bu yerdagilar sizni bir kundala ko'kka ko'tarsa, bir kundala sizni tillab, yer bilan yakson qilib o'talaydi. Bu yerda sizning mo'l bo'lgan bilimingiz va qalam kuchingiz bo'lgan bilan kitobxonni tushunadigan tafakkur, aktiv kayfiyat, mas'uliyat engi bo'lmasa, osonla shallanib ketasiz. Shunga nurg'un qalam sohiblari bu yerga qizg'inlik bilan qadam tashrif qilib, keyindilla bu yerdan gap eshitib, ham bir muncha qo'rsoq ko'piga tepib olib, yomonlab chiqib ketadi. Albatta bu yerda intayin bilimlik, yaxshi niyatlik, axloqliq kishilarmi bor. Ular sizga ilmiy bo'lgan inkaslarni, fikrlarni berib, sizga zo'r madad, ilhom ato qiladi. Ammo yana madaniyat saviyasi tuvan, ko'p o'qimagan kishilarmi bor. Ular ba'zida bir taraflama bo'lgan qarashlarni o'ttirg'a qo'ydi, hatto ba'zida ziddiq degan gap so'zlarni qilib soladi. Chunki bu yerda so'zlig'ichining kimligini belgili bo'lmaydi. Bu xil tarafdan yaxshi yo'lda foydalanganlarmi, yomon tarafdan foydalanganlarmi bor. Ammo qandaqli bo'lmasin, men umumiy jihatdan olganda hozir Uyg'ur to'rchiligini xeyli yaxshi saviyada deb qarayman. Chunki u bizga nashr afkorlarimiz qilib bo'lolmagan ham qilolmaydigan nurg'un ishlarni qilib berdi. Yosh talant egillari uchun o'zini chiniqtiradigan va yetildiradigan ko'p sahna hozirlab berdi. Shunga nurg'un munavvar qalam sohiblarini maydonga keltirib berdi, ham keltiryotidi. Bilimxumar dal ashularning biri. Ziddiyatsiz taraqqiyot maydonga kelmaydi. Bir noto'g'ri fikr, to'g'ri fikrning maydonga kelishiga sabab bo'ladi. Bilimxumar asar yozish jarayonida dal mushundoq har bir fikrni analiz qildi. O'ziga tushgan madiya va tanqidni o'xshashli qabul qildi. O'zini tanqid qilganlarni, tanqid qilmaganlarni o'xshashli yaxshi ko'rdi. U o'zi haqida, o'zining yozganlari va yozmoqchi bo'lganlari haqida davomli o'ylandi. U o'zi ishongan va so'ygan ashu g'oya uchun to'xtamay izlandi. Bilimxumarning butkul asarlariga tafsiliy baho berishga vaqt va sayfi ozlik qiladi. Men tövanda Bilimxumarning
keng o'qirmanlar bilan uchrashgan asarlarga asosan o'zimga ta'sir qilgan taraflar haqida bayonlarimni o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman. Birinchi, to'g'ri aqida. Öz xalqining nimaga ehtiyojliq ekanligini, nimani talab qilayotganligini tushunishmi yozuvchidan g'oyat zo'r sapo talab qiladi. Dunyoda bilimlik ulug' kishilar nurg'un. Ammo ularning ichida haqiqiy to'g'ri e'tiqodliq, fazilatliklari nihoyat oz. Bilim xumar, bilim elish va natija qozonish bilan o'z xalqi, vatani, uningga bergan buyuk ruh va e'tiqodni unutib qolmadi. U dal mushu xil ro'yi e'tiqodning turtkisida qo'liga qalam oldi. U o'zini emas, o'z atrofidagi kishilarni to'g'ri yo'lga boshlashni o'zining muqaddas burchi deb qaradi. Zamonimizda xilma-xil ideya, xilma-xil ko'z qarashning ta'siriga uchrayotgan yoshlarni to'g'ri bir yo'lga boshlash bir odamning qo'lidan keladigan ish emas. Shundaqdimi bilim xumar qilaligini qildi. Kuchi yetgunicha tirishdi. Darvaqa uning o'tkir yozmalari nurg'un yoshlarning o'zi haqida, o'zining hayot yo'li haqida astoydil qaror chiqarishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi, ta'xirsizlik. Taraqqiyot ta'xirsiz. Bizdagi ziddiyat va masalalar texmi ta'xirsiz. Bilim xumar dal mushu bizdagi ta'xirsiz savol, ta'xirsiz masalalarga ta'xirsizlik bilan javob bergan kishidir. Uningdan oshkora va ayrim savol so'rganlar bo'lsin va yoki o'z his qilgan ham javob berishim kerak deb qaragan masalalarda bo'lsin, u kechiktirishni xohlamadi. Ba'zida shu soatda, shu kunda, shu haftaning ichida javob berdi. Uchinchi, bilimga tashnalik. Bilim xumar degan nomning o'zidilla bir bilimga intilguchining simasini ko'z oldimizga keltirish tas emas. U o'zi o'qidi, tirishdi, o'z g'oyasini amalga oshirdi. Lekin u o'ziga o'xshash ashu bilimga tashna qalblarni unutib qolmadi. Asli u o'z xizmatining o'ttisidan chiqsala tamoman bo'ladi. Uning hozirgi xizmat o'rni va martabasidan elib aytganda, uningga yetarlik shon-sharaf, martaba ato qilib bo'lgan. Balkim yana insoniyat uchun texmi cho'ng natijalarni maydonga keltirib yetadi. Ammo u yana bir narsani unutib qolmadi. Ya'ni o'z xalqini, o'z avlodini. Mayli boshqalar nim deb o'ylasin, u buni o'zining yana bir vazifasi deb qardi. Bu yerda tilga ilishga tegishlik yana bir taraf shuki, u o'ziga telefon qilgan, xat yozib savol so'ragan har biraylarni javobsiz qo'ymadi. Mayli qisqa bo'lsin, uzun bo'lsin, ularga javob berdi. Balkim hozirgacha uningdan yo'l ko'rsatishni talab qilgan va u yo'l ko'rsatgan yosh bilim tashnalarimizning soni bo'lmasligi mumkin. 4. Kamtarlik. Kishining bilimi oshgan sari shuncha kamtar bo'lsa kerak. Bilim xumar har bir ishida, gap so'zida kibr, tamannodan yiroq turdi. Siz mayli dehqon bo'ling, cho'ng yoki kichik bo'ling, uningga qo'rqmay javob qaytarsangiz, uni tanqidlasangiz bo'ladi. U sizdan hech qachon ranjimaydi. Ufkam, fikr berganingizga rahmat. Keyingi yozmamda men bu nuqtaga diqqat qilay. Ufkam, siz so'rgan masalaga hozircha javob berishga ojizman. Keyingi izlanishimga javob topishga tirishiman. Munbarda nurg'un avtor asarni yezib qo'yib, inkoslarga javob berishdan, oyg'i yo'q munozirlarga aralashib qolishdan o'zini qochirdi. Ammo bilim xumar undaq qilmadi. U bundaq qilsam yuzim tushib ketarmi, o'rnim tuvallab qolarmi deb ansirmadi. Bu qandaq ruh? Meningcha bu dal uningga o'g'inish va izdinish jarayoni singdirgan ruh. 5. Mas'uliyatchanlik. Gapni qilish oson, ammo uningga mas'ul bo'lish tas. Har bir odamning taqdiri millatning taqdiri bilan chambarchas bog'langan. Millat gullanmasa, siz bizning yaxshi yashay olishimiz mumkin emas, deydi u o'z yozmasida. Bu qandaq mas'uliyat? Bu dal bir ziyolida bo'lishga tegishlik mas'uliyat. Bir yozuvchida bo'lishga tegishlik mas'uliyat. Arzu iqtidorga teng emas. Cho'ng ishlarga yurish qilishni o'zingiz qila oladigan kichik ishdan boshlang. Bilim xumar o'zi degandek, u biz uchun oldi bilan oqilona ishni qildi.
u o'zi tavsiya qilganni o'zi o'rindab mangdi. Ham biznimi shundoq qilishga undidi. 6. Uzluksizlik. İcadiyatda uzluksizlikni saqlamaq to'limi tas. Bo'libmi to'r ijodiyatida texmi shundoq. Ba'zida sizga tushgan bir qism inkaslarga qarab, shunchalik ra'yingiz qaytidiki, hayotdanmi bezor bo'lasiz. Agar sizga hech kim inkas yozmasa yoki hech kim parvo qilmasa-chu, bu texmi azobliq. Kimmo o'z amgakining qadrsiz qilishini xohlaydi, lekin bilimxumar har qanday ahvolda yezishni davomlashtirdi. Har bir kun, ay, yil uningga qandaq sovg'a elib kelishidan qat'iy nazar, qancha aldirash bo'lishidan qat'iy nazar, u o'z kitobxonlarini noumid qo'ymadi. Uning ish o'rni va xizmat sijilliqidan elib aytganda, xizmatdan sirt mushundaq bir ijodiy emgak bilan shug'ullanish haqiqatan oson emas. Amaliyotda bu faqat bilimxumarning keyin taraqqiy qilgan to'rbatlardagi yeziqchilik uchuri. Uning yeziqchilik ijodiyati tunji avlod Uyg'ur to'rbatlari qurilgandila boshlangan. 7. Ana tilining pasayiti. Bilimxumarning yana bir ulug' to'pisi shu bo'ldiki, u dunyoviy ilg'or saviyadagi fan tadqiqot o'rnida ishlayotgan bir olim bo'lish sifati bilan dunyo yangiliklari, madaniyat, din, ilm-fanga oid nadir asarlarni o'z millatiga, o'z ona tilida fasohatlik va tushunishlik yetkazib berganligidir. Bu yerda u bir yozuvchi ham tarjimon bo'ldi. U Uyg'ur tilining har qanday soha va har qanday kategoriyadagi iste'molning o'tisidan to'liq chiqa oladiganligini isbotlab berdi. U bu jarayonda qanday qilganda nadir asarlarni texmo tushunishlik, texmo ommabop usulda o'z xalqiga yetkazib berish yo'lida ko'p izlandi. Bir qism abstrakt va fan texnikaga oid so'z iboralarni o'zi eng oddiy va tushunishlik usulda yasab va qo'llanib tilimizni texmo beyitdi. Uning ana shundoq usulda ingliz tilidan Uyg'ur tiliga o'zlashtirgan hikmatlik so'z iboralari sanoqsiz bo'lsa kerak. Mana bular mening bilimxumar asarlarini o'qigandan keyingi menga ta'sir qilgan taraflar. Maqolamda men uning o'z ismini atamay, menga va kitobxonlarimizga tanishlik bo'lgan taxallusini ishlatdim. Bundaq bo'lganda men o'ylaganlarimni texmi ravon va keng kushada o'tirg'i qo'ya oladi ekanman. Albatta, men kasbiy obzorchi emas, balki mening to'van saviyadagi baholarim uning yozgan asarlariga nisbatan to'limi yuzaki va oddiy bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo men uning asarlariga mushundaq baholarning yezilishini to'limi ta'xirsiz deb qaradim. U hozir men va menga o'xshash bilimga tashna yoshlarning allaburun eng yaqin do'sti va ustoziga aylanib bo'ldi. Shundoq ekan, uning yozgan maqolalari va asarlari haqida obzor tadqiqot maqolalarining yezilishi to'limi zarur. Bilimxumar kitobining nashr qilinishi kitobxonlarning uning asarlarini muayyanlashtirganligining yana bir pakiti. U o'z xalqini unutib qolmagan ekan, xalqimi uni unutib qolmaydi. Shu munosabat bilan uning bizga yetib kelgan va yetib kelish oldida turgan ashu asarlari uchun uni chin qalbimdan qutlaqlayman. Ham uning asarlarining keng kitobxonlarimizga yangicha ta'sir, yangicha ruh taqdim etadiganligiga ishonaman. 2016 yil 2 oyning 20 kuni. Manba Doktor Erkin Sidiqning Balingizga to'g'ri ko'ying nomli kitobidan elindi.